U noyob talantga ega yulduz bo'lib, hatto tajribali promotor Dana White ham unga ochiqchasiga qoyil qoldi. Bu yigit juda o'ziga xos. Men bu o'yinda deyarli butun hayotimni o'tkazdim va uning singari odamlarni ko'rmaganman. O'ziga xos noyob va u yana jang qilishni xohlayapti. Men ilgari bunday holatda bo'lmaganman. Qayerda uni jangga qo'yishim kerakligini, qanday qilib jangni tashkil qilishni, qanday qilib o'zimni tayyorlash kerakligini o'ylab yurishim kerak. Bu qiziqarli va men buni yoqtiraman. Agar siz janglarga ishqiboz bo'lsangiz, bunday yigitni kuzatish, unga muxlislik qilish yoki nafratlanish haqiqatan ham qiziqarli. Bilasizmi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu yigit eng o'ziga xos jangchilardan biri, balki eng o'ziga xos jangchi. Men hech qachon ko'rmaganman va u menga shu jangdan oldin dedi: "Sen faqat meni kurashchi deb o'ylayapsanmi? Tur, tez orada qo'llarimni ko'rasiz." Va qarang, u adashmadi. Borzning mashhurligi ajoyib tezlikda o'sdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilar soni 10 martalab ko'paydi. Butun dunyodan intervyu so'rovlari yog'ilib keldi. Ko'chada erkin yurish va hatto o'z zalida mashq qilish ham muammo bo'la boshladi. Mashhurlik, rosti men bunga intilmaganman. Topayotgan pullarimga xursandman, lekin hozir boshimda hammasi chalkash. Mening yopiq Telegram kanalimga obuna bo'ling. Siz bu yerda MMA va boksning eng so'nggi yangiliklarini ko'rasiz. Barcha UFC turnirlarini jonli efirda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar birgalikda O'zbekistondagi eng katta aralash jang sanatlari sahifasini yaratamiz. Telegram kanalim uchun havola video opisaniyasida va kommentariyada qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Tarixni birgalikda yaratamiz.